4-6. 4-6 o'sha tobidagi qo'ylar, xudo xolasa. Tug'ishmachilarimiz bormi? Mana metr yerda 95 plus olursiz. Mana obunachilarimiz. Assalomu alaykum. YouTube kanalimizning ashaddiy obunachilar. Xudo xolasa bugun sizlarga o'sha optimchi sog'liq bilan shug'ullanadigan, o'sha arashan toza hisori elita variantlaridan olib keladigan, o'sha optimchi Akramjon akamizning qo'y fermalaridamiz. Buni xudo xolasa ma'lumotlarni Biloliddin shogirdlaridan astaydil olib berishga harakat qilamiz xudo xolasa. Videoni oxirigacha kuzatib turing, like bilan obunani bosib turing. Narxlar bugun sensatsiya bo'lib boraveradi inshaalloh. Biloliddin, yaxshimisiz? Assalomu alaykum Zaynab aka. Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Sizmisiz? Biloliddin, bugungi xudo xolasa nech bosh? Bugungi 6 ta so'g'liq bitta qo'chqor bor. 6 ta so'g'liq bitta o'sha toza arashan qo'chqorimiz bor ekan. Mashalloh, mononi ko'ring qo'chqorni. Xudo xolasa bugungi 3 partiya ozgina, sozgina bir qo'rim maza qilib qo'y qilaman degan aka-ukamizga chiqarib beramiz deyishdi inshaalloh. Mana arashanda toza elitasini so'ragan obunachilarimizga xudo xolasa soni 6 dona, bitta qo'chqor bilan 7 ta soniga inshaalloh. Toza qonlidan arashanda toza elita sovlig'idan so'ragan obunachilarimiz shoshilib qolasizlar. Xudo xolasa bugungi syomkamiz juma kuniga, juma kunimiz, ayyomimiz hammaga muborak bo'lsin. Xudo xolasa. Mana o'sha elita toza garbonosli sovliq qo'chqor so'ragan obunachilarimizga o'sha zot gap keladigan Biloliddin ukamizni kichik qo'y fermalaridan xudo xolasa. Buni ma'lumotlarni Biloliddindan astaydil olishga harakat qilamiz inshaalloh. Biloliddin yosh oilaga qanaqa bo'ladi? Yosh oilaga 4-6. 4-6 o'sha tobidagi qo'ylar xudo xolasa. Tug'ishga qiynalmaydigan qo'ylar asli 4-6 tish bo'ladi asli tobidagi qo'ylar. Endi birinchisiga qiynalib qolishi mumkin. Xudo xolasa. Qo'chqor ham bir tema, razrezlari o'zi gap bo'lishi mumkin emas, xudo xolasa. Buni astaydil metrlab o'lchab berishadi. Asli materialda o'lchab berishadi. Mayli biz qo'yni ham o'lchab beramiz inshaalloh. Xudo xolasa bugungi Biloliddin ozgina, sozgina ekan, inshaalloh. Biloliddin mana shu qo'chqorga ishqim ketdi. Bitta qo'chqorni ushlab ko'rsataylik obunachilarimizga, maylimi? Qani bitta ushlab ko'rsataylikchi. Mana qo'chqorni ko'ring, akalar. Xudo xolasa. Ana qo'chqorimizni ko'ringlar, xudo xolasa. Mana qo'chqorimiz ham o'zi bir tema narsa ekan. Xudo xolasa, mana qo'chqorni garbonosini ko'ring. Ey mashalloh, havas qilganlar o'z fikrini kommentda qoldirib ketasizlar. Xudo xolasa, mana qo'chqorimiz o'sha. Xudo xolasa narxi ham yengil bo'ladi. 3000-4000 qo'yilmaydi, xudo xolasa. Bizda yengil keladi, yengil bo'ladi. O'zlarining boquda turgan qo'chqorlar. Mana dumbarazres. Dumbarazres ham o'zi bir narsa ekan. Biloliddin yosh oilagini ham bitta ko'rsatib ketchi. Yosh oilaga endi ekitishga yarayapti. Endi ekitishga chiqaryapti ekan. Bitta metr ham hisobga o'tib ketaylik, xudo xolasa. Mana. Metr yerga qo'yildi mana. 90 plus ekan mana obunachilar mana. Xudo xolasa 90 plusidan yoshidan so'ragan obunachilarimiz. Biloliddin yakkalakka narxi nech pul bo'ladigan qilib yengil qilib aytchi obunachilarimizga. Hammasini optimga olsa, Qo'chqor ham o'sha narxda ketaveradi. qo'chqor ham shu narxdan ketaveradi. 9 million so'mdan bir joyga qayraman degan obunachilarimizga qo'chqorimiz ham o'sha narxda ketaveradi xudo xolasa. Qo'chqorni o'zini yakkalab olaman degan obunachilarimizga nech pul bo'ladi? 11,5 million so'm kam bor. 11,5 million so'mdan kami bor. Xudo xolasa 9 million so'mdan bir joyga qayraman degan obunachilarimizga dastlabkilari Toshkentga ketaveradi. Samarqandgacha qilib berasiz. Bir joyga olaman deysiz. Samarqandgacha bo'ladi. Xudo xolasa yakkalabga Toshkentgacha dastlabga qilib berishadi. Aloqa chiqir sovliqlardan bitta yosh oilalarni ham ko'rsatib o'tib ketaylar Biloliddin. Xudo xolasa mana quyruqlar ochiq, oyoq qo'li uzun variantida. Qiziqtirmaydi, qaysi birini ushladi. Mana 4 ta. Xudo xolasa. 4 ta ko'ring sizga chiqaribdi. Mana qo'chqor ham o'zi qoniga tushadi ekan inshaalloh. Bu maslahatim qo'chqor bilan olishlaringni maslahat beraman. Mana Üstüne 6 taga chiqarib xudo xolasa mana shu qo'yimiz. 6 ta. Xudo xolasa 4-6 ga olursa, bo'ybasini nechaga beramiz sovliqlarni? 90 plus minusga beraveramiz. Birettasini ushlaylik, shuni o'lchab ko'rsataylik obunachilarimizga. Mana o'zi tulaydigan variant tozasi mana. O'zi nasldor variant mana. 4 tadan 6 taga chiqaribdi xudo xolasa.
Mana sog'liqni ko'ring aka, uncha-munchasini damini beradi. Bo'g'oz qisirligi qanaqa bila oldin? 100% bo'g'oz. Mana bo'g'oz yelin qo'zg'ab qolib xudo xolasa. Qo'chqor ichida yurganda baribir akalar. Mana metrimizni ham qo'ydik mana. Endi metr yerda 90 pilisga olar ekansizlar. Xudo xolasa obunachilarimiz 90 pilis minusga olarsizlar. Mana sog'liqlarni zo'r liderlari. Xudo xolasa. Buni 9 million so'mdan bir joyga qayraman degan obunachilarimizga Toshkentgacha, Samarqandgacha dastlabkasi bo'ladigan bo'ldi. Xudo xolasa ikkinchi partiyalarimizga o'tamiz. Xudo xolasa bugunga 3 partiya ma'noli udorlardan qo'yib beramiz. Xudo xolasa mana ikkinchi partiyamizga undan ham zo'rlari. Mana qo'ydi lideri, chempioni. Bu ham Arashandi toza elita sovliqlardan. Xudo xolasa liniyalari sharpaga qarash. Inshaalloh narxi ham yengil bo'ladi. Videoni oxirigacha kuzatib turing. Oxirida aksiya qilib beraman deydi inshaalloh. Mana oldi o'zi yelin qo'zg'ashni boshlab, hammasini dumbarazizlar ochiq. Mana yelin tashab qolishdi. Xudo xolasa buni soni ham sozgina bir qo'ra maza qilib qo'y qilaman, bir qayraman degan obunachimizga xudo xolasa yengil narxda ketaveradi. Biloldin soni nechta? Soni bayda 7 ta aka. 7 dona. Xudo xolasa yarim soatdan bo'lmadi. Xudo xolasa haz yetib tushdi Qirg'izistondan. Xo'p, bularni bo'ybasini nechiga beramiz? Mana shu katta yirik ekan 90 pilsni bexotirjam olaveramiz. Mana yana bitta bo'yini o'lchab ko'rsataylik obunachilarimizga. Xudo xolasa mana sog'liqlarni, chempionlarni. Xudo xolasa bugun aksiya narxda bo'ladi. Videoni oxirigacha kuzatib turing. Narxlar sensatsiya bo'lib boradi. Mana metrajnisidan so'rayman degan obunachilarimiz bormi? Mana metr yerda 95 pilsga olasiz. Mana obunachilarimiz. Yashoyligini bitta ko'rsatib qo'ying. Uzunligi ham 90 pils variantida. Quyruqlari ochiq. Mana Arashandi toza sortida. 6 taga mana inshaalloh chiqarib qo'yamiz. Xudo xolasa. Mana 5-6 yil maza qilib qo'y qilaman degan aka-ukalarimiz aloqaga chiqarasizlar. Mana sizlarga Arashandi tozalar. Xudo xolasa. Mana siz ek tomonga qorin tashab qolibdi. Mana siz ham bo'g'oz. Bo'g'oz. Xudo xolasa bo'g'oz varianti. Biloldin o'zi soni kam ekan. Videoni ko'p cho'zmaylik-da. Ana tur, bo'ladigan yengil obunachilarimizga tagini yengil qilib, obunachilarimiz seni qidirib kelishsin-da yana. Ana tur, tagini yengil qilib, o'sha arzonchi Akramjon akamizni qo'yib beramiz. Akramjon akamiz hamma tanisa ham kerak. O'sha arzonchi optimchi. Xudo xolasa bo'ybasini 90 pilsga olishaveradi obunachilar. 90 pilsga olishaveradi. 90 pilsga olishaveradi. Mana siz 95 ni o'zi oldi urdi mana. Xudo xolasa. Biloldin narxi nech pul buni bo'ladigan qilib, yengil qilib gapirchi. Narximiz siz obunachilaringizga 9,5 rasprodash. Ke. Men ham pastdan so'ramayman deb tur. Ozgina xayrisini qilib berasan, tagini yengil qilib berasan, obunachilarimiz bir qayrasin. 9 million 300 ming so'mdan bir sanayman degan obunachimiz. Babbaraka. Tagini yengil qilib berchi. Babbaraka. 9 million 300 ming so'mdan bir sanayman degan obunachimizga ketaveradi. Xudo xolasa. Buni ham dastlabkilar Samarqandgacha qilib berasiz, hammasini bir joyga olaman deysiz. Bo'ldi, bir joyga olaman. Samarqandga qilib berishadi. Inshaalloh bir joyga olaman degan obunachimizga. Tanlab olsa Toshkentgacha qilib berishadi inshaalloh. Mana qo'ydi zo'r lideridan 90 pils variantida so'ragan obunachilarimizga. Bunisi metrajli holatda. Mana bo'g'ozligini ham ko'ring akalar. Mana xudo xolsa egzak bo'lishi mumkin aka. Aka mana yelin qo'zg'ab. Ikki tomonga qorin tashab qolibdi. Xudo xolasa mana shisi egzakmikin demaysiz-da xudo xolasa. Mana obunachilar. Chini ham bitta ko'rsatib o'tib keting obunachilarimizga. 4 tadan 6 taga mana inshaalloh chiqarib qo'ylar aybi charcho xolos. Yarim soat oldin yetib keldi mana. 4 ta bu. Tumshug'i oqaraveradi. 18 yashar bolani ham tumshug'i oqarayapti. To'ppa-to'g'ri shu gapingizga qo'shilaman inshaalloh. Xudo xolasa narxi ham yengil bo'ldi, o'zi ham darin bo'ldi. Tanlab olsa kelishilgan holatda bo'ladi-ya, Bilal, pilis minus bo'ladi. Xudo xolasa 5 qo'l baravar emasda kelar, pilis minusi inshaalloh bo'ladi. Xudo xolasa minusdan chiqarib bering, sizlar minusdan pilisdan sangiz pilisda inshaalloh. Xudo xolasa 3-partiyamizga o'tamiz. 2-partiyamiz o'z nihoyasiga yetdi. Fikrlaringizni kommentda astedil olaverasizlar.